Epstein bu bir Yahudiy odamni bir orolda dacha qurgan. Shu dachaga dunyoni ayniqsa Amerikani eng lider odamlari, peshqadamlarini o'sha joyda maishatga tushirgan xullas. Bu yerda pedofiliya bor, yosh qizlarni, bolalarni olib qochib o'g'irlab, o'shalarni jinsiy zo'ravonlik, shunaqa narsalar bo'lgan. Hatto odam go'shi yeyishgan, odam go'shini yeyishganini hujjatlari bor. Vahshiy jamoa, o'shan uchun biz doim bular to'g'risida gap ketganda, masalan, ikkita zolimni solishtirganingizda bular zolimroq deb aytib kelardik. Sababi bularda shuna o'zlaridan boshqalarni inson o'rnida ko'rmaslik e'tiqodlari bor. Globalistlar bo'ladimi, sionistlar bo'ladimi, bularda o'sha fashizm g'oyalari o'ta chuqur ildiz otgan. Inson go'shtini yeyishyapti, o'ylang. Mana bu Epsteinda odam go'shtini yeganliklari isboti chiqyapti. Endi ro'yxatga qarang. Ro'yxatni ko'rsangiz, og'zingiz ochilib qoladi. U eng dunyoda top yulduzlardan tortib eng katta siyosatchilargacha. Hatto ana bu anaqa ham bor. Epstein bu bir Yahudiy odamni bir orolda dacha qurgan. Shu dachaga dunyoni ayniqsa Amerikani eng lider odamlari, peshqadamlarini o'sha joyda maishatga tushirgan xullas. Bu yerda pedofiliya bor, yosh qizlarni, bolalarni olib qochib o'g'irlab, o'shalarni jinsiy zo'ravonlik, shunaqa narsalar bo'lgan. Hatto odam go'shi yeyishgan, odam go'shini yeyishganini hujjatlari bor. Vahshiy jamoa, o'shan uchun biz doim bular to'g'risida gap ketganda, masalan, ikkita zolimni solishtirganingizda bular zolimroq deb aytib kelardik. Sababi bularda shuna o'zlaridan boshqalarni inson o'rnida ko'rmaslik e'tiqodlari bor. Globalistlar bo'ladimi, sionistlar bo'ladimi, bularda o'sha fashizm g'oyalari o'ta chuqur ildiz otgan. Inson go'shtini yeyishyapti, o'ylang. Mana bu Epsteinda odam go'shtini yeganliklari isboti chiqyapti. Endi ro'yxatga qarang. Ro'yxatni ko'rsangiz, og'zingiz ochilib qoladi. U eng dunyoda top yulduzlardan tortib eng katta siyosatchilargacha. Hatto ana bu anaqa ham bor.